Bugun men pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, yolg'iz yashaydigan keksalar va kam daromadli oilalar uchun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Qish yaqinlashganda eng katta muammo bitta bo'ladi. Gaz, elektr, ko'mir, dori-darmon, oziq-ovqat va kommunal to'lovlar bir vaqtning o'zida bosim qiladi. Ko'pchilik esa davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar, kompensatsiyalar va mahalliy yordam dasturlaridan to'liq foydalanmaydi. Natijada bir mavsumda 500 ming so'm emas, ayrim holatlarda 2 million 500 ming so'mgacha pulni tejash imkoniyati qo'ldan chiqadi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki uyda pensioner bo'lmasa ham ota-ona, bobo-buvi, qo'shni yoki qarindoshlar orasida bunday yordamga haqli insonlar bor. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nimalar o'zgardi? Kimlar murojaat qilish kerak? Kimlar ortiqcha yugurmaslik kerak? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Va eng ko'p uchraydigan xatolar nimalardan iborat? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim nuanslar aynan oxirgi qismda bo'ladi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka yetib borishi kerak. Avvallari ko'plab pensionerlar yordam olish uchun bir nechta idoraga borishga majbur bo'lardi. Mahallaga boradi, keyin tuman bo'limiga yuboriladi. Undan keyin bankka, keyin yana hujjat yetishmaydi deb qaytariladi. Ko'p keksalar shundan charchab, menga baribir hech narsa berishmaydi deb qo'l siltab qo'yishgan. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda bo'lgan ota-onalar, nogironligi bor insonlar, pensiyasi faqat dori va oziq-ovqatga yetadigan odamlar yordam tizimidan xabarsiz qolib ketgan. Hozir esa yondashuv asta-sekin o'zgaryapti. Davlat va mahalliy hokimliklar qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha alohida ro'yxatlar tuzadi. Ehtiyojmand oilalar mahalla yettiligi orqali o'rganiladi. Ayrim yordamlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ayrimlari esa ariza asosida beriladi. Bu yerda eng muhim gap shuki, yordam avtomatik tushadi deb uyda kutib o'tirish ko'p holatda xato. Ba'zi imtiyozlar avtomatik aniqlanishi mumkin. Lekin ko'p yordamlar uchun mahallaga murojaat qilish, holatni tushuntirish va hujjatlarni to'g'ri topshirish kerak bo'ladi. Men ko'p kuzatgan holat shunday. Pensioner bir oyda 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Lekin gaz va elektr uchun qishda 370 ming so'm, dori uchun 400 ming so'm, oziq-ovqat uchun 800 ming so'm sarflaydi. Hisob oddiy, daromad xarajatini yopmaydi. Shunday vaziyatda kommunal kompensatsiya bir martalik moddiy yordam, dori uchun yordam, ko'mir yoki boshqa yo'qolib bo'yicha ko'mak, ijtimoiy reyestr orqali nafaqa yoki subsidiyadan foydalanilsa, qish mavsumida katta farq paydo bo'ladi. Men 2 million 500 ming so'm tejamkorlik deganda aynan bir nechta yordam va imtiyozlar qo'shilgandagi umumiy foydani nazarda tutyapman. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Har bir pensioner bir xil yordam oladi degan qoida yo'q. Yordam turi insonning oilaviy holati, daromadi, yashash sharoiti, sog'lig'i, uyda nechta odam ro'yxatda turgani, uy isitish turi, kommunal qarzdorlik bor yo'qligi va mahalla xulosasiga qarab farq qiladi. Masalan, yolg'iz yashaydigan, yetim 2 yoshli pensioner bilan farzandlari bilan birga yashaydigan, uyda 2 nafar ishlaydigan odam bor pensionerning holati bir xil baholanmaydi. Oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi onaxon 1 million 370 ming so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Gaz hisoblagichi bor. Qishda isitish xarajati oshadi. U mahallaga borib, qish mavsumida kommunal xarajatlar og'lashayotganini aytsa, uning holati o'rganilishi mumkin. Agar u ehtiyojmand deb topilsa, bir martalik moddiy yordam, oziq-ovqat to'plami yoki kommunal xarajatlarni qoplashga ko'mak berilishi ehtimoli bor. Bu yordam aniq bir xil summada bo'lmasligi mumkin. Lekin mavsum davomida 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha yengillik berishi mumkin. Ikkinchi misol. Qishloqda yashaydigan pensioner ota ko'mir yoki o'tin bilan uy istadi. U gaz tarmog'iga ulanmagan yoki gaz bosimi yetarli emas. Bunday holatda mahalliy dasturlar orqali ko'mir yetkazib berish. Arzonlashtirilgan yoqilg'i bir martalik moddiy yordam yoki homiylik asosida ko'mak bo'lishi mumkin. Agar bir tonna ko'mir narxi va yetkazib berish xarajatini hisoblasak, oilaning 1 million so'mdan ortiq xarajati kamayishi mumkin. Agar bunga oziq-ovqat yordami va kommunal kompensatsiya qo'shilsa, umumiy tejash 2 million so'mga yaqinlashadi. Uchinchi misol, pensionerning sog'lig'i yomon. Doimiy dori ichadi. Ko'pchilik faqat pensiyasidan dori sotib oladi.
va tibbiy imtiyozlarni so'ramaydi. Aslida ayrim toifadagi fuqarolar uchun bepul yoki imtiyozli dori-darmon, tibbiy ko'rik, sanatoriy yo'llanmasi, nogironlik holati bo'lsa, reabilitatsiya vositalari yoki boshqa tibbiy yordamlar ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Bu yerda shifokor xulosasi oilaviy poliklinika, tibbiy karta va tegishli ro'yxatlarga kirish muhim. Bir oyda 2 ming so'mlik dorini imtiyozli olish imkoniyati bo'lsa, 4 oy qishda bu 1 million so'm degani. Bunga kommunal yoki oziq-ovqat yordami qo'shilsa, 2,5 million so'm tejamkorlik real ko'rinishga keladi. Kimlar albatta qiziqishi kerak? Men birinchi navbatda yolg'iz pensionerlarga, kam daromadli oiladagi pensionerlarga, nogironligi bo'lgan keksalarga, o'quvchisini yo'qotganlarga, pensiyasi asosiy daromad bo'lgan oilalarga, qishloq joylarda ko'mir yoki o'tin bilan isitiladigan uylarda yashovchilarga, uyda kasal yoki parvarishga muhtoj odam bor oilalarga murojaat qilishni maslahat beraman. Shuningdek, kommunal qarzdorligi ko'payib ketgan, lekin to'lashga real imkoniyati yo'q fuqarolar ham mahalla bilan gaplashish kerak. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar pensioner farzandlari bilan yashasa, oilada barqaror daromad bo'lsa, uy-joy sharoiti yaxshi bo'lsa, kommunal to'lovlar muammo tug'dirmasa, tibbiy xarajatlar og'ir bo'lmasa, ehtiyojmandlik bo'yicha yordam olish qiyinroq bo'ladi. Lekin bu umuman murojaat qilmang degani emas. Masalan, tibbiy imtiyozlar daromaddan qat'iy nazar ayrim toifalarga berilishi mumkin. Shuning uchun men har doim aniq holatni tekshirtirishni tavsiya qilaman. Eng katta xato mahalla o'zi biladi deb kutish. Mahalla xodimlari hududni o'rganadi, lekin har bir oilaning ichki xarajati, doriga qancha ketayotgani, farzandlari yordam berayotgani yoki bermayotgani, uyda isitish muammosi borligini doim ham bilmaydi. Siz ham murojaat qilmasangiz, sizdagi muammo qog'ozda ko'rinmaydi. Qog'ozda ko'rinmagan muammo esa ko'p hollarda qaror qabul qilishda hisobga olinmaydi. Ikkinchi xato hujjatlarni tayyorlamasdan borish. Pensioner mahallaga boradi, og'zaki aytadi. Keyinroq keling degan javob oladi. Men bunday holatda darrov tushkunlikka tushmaslikni aytaman. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, uy-joy hujjatlari, kommunal to'lov kvittansiyalari, tibbiy ma'lumotnoma, nogironlik hujjati bo'lsa, murojaatingiz ancha jiddiy ko'riladi. Ayniqsa gaz, elektr, suv yoki chiqindi to'lovlari bo'yicha qarzdorlik bo'lsa, oxirgi kvittansiyalarni olib boring. Uchinchi xato, oiladagi ro'yxat masalasiga e'tibor bermaslik. Ba'zi uyda farzandlar rasmiy ro'yxatda turadi, lekin amalda boshqa joyda yashaydi. Ba'zida esa ular shu uyda yashayotgandek ko'rinadi va oilaning daromadi yuqori deb baholanishi mumkin. Bunday vaziyatda mahallaga real holatni tushuntirish kerak. Agar farzand boshqa viloyatda, boshqa davlatda yoki alohida oilasi bilan yashayotgan bo'lsa, buni tasdiqlovchi ma'lumotlar foydali bo'ladi. Aks holda pensioner yolg'iz yashayotgan bo'lsa ham qog'ozda yolg'iz emasdek ko'rinadi. 4-nozik masala. Barcha yordamlar pul ko'rinishida berilmaydi. Ba'zan odamlar menga hisobimga pul tushmadi, demak yordam yo'q deb o'ylaydi. Aslida yordam oziq-ovqat mahsuloti, ko'mir, dori, kommunal to'lovni qisman qoplash, ijtimoiy xizmat. Uyda parvarish, issiq kiyim yoki boshqa shaklda bo'lishi mumkin. Bu ham real tejamkorlik. Masalan, oilaga 400 ming so'mlik oziq-ovqat to'plami berilsa, bu pul qo'lga berilmagan bo'lsa ham, shu oyda bozor xarajati 400 ming so'mga kamayadi. 5-masala, firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Qish mavsumida sizga yordam chiqarib beraman, oldindan pul bering, subsidiyani tezlashtirib beraman. Kartangiz raqamini va SMS kodini ayting deganlar ko'payadi. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech kimga bank kartangiz paroli, SMS kodi, ilova kodi, pasport nusxasini shubhali kanallar orqali bermang. Davlat yordami uchun oldindan pul to'lash talab qilinmaydi. Rasmiy murojaat mahalla, tuman ijtimoiy xizmat bo'limi, pensiya jamg'armasi, poliklinika yoki rasmiy davlat xizmatlari orqali amalga oshiriladi. Yana bir muhim istisno bor. Ayrim dasturlar hududga qarab farq qiladi. Bir tumanda ko'mir yordami faol bo'lishi mumkin. Boshqa tumanda esa asosiy e'tibor oziq-ovqat yoki kommunal kompensatsiyaga qaratiladi. Shuning uchun internetda eshitgan har bir summani o'zingizga avtomatik tegishli deb qabul qilmang. Men sizga eng to'g'ri yo'lni aytaman. O'z mahallangizdan aynan sizning hududingizda qish mavsumi uchun qaysi yordamlar borligini yozma yoki aniq og'zaki tushuntirib berishni so'rang. Menga nima tegadi deb emas. Mening holatim bo'yicha qaysi dasturlarga ariza bera olaman deb so'rang.
Savol to'g'ri qo'yilsa javob ham aniqroq bo'ladi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga bosqichma-bosqich nima qilishni aytaman. Birinchi qadam. Oiladagi real xarajatlarni yozib chiqing. Bir oyda gazga qancha, elektrga qancha, suvga qancha, chiqindiga qancha, dori-darmonga qancha, oziq-ovqatga qancha ketayotganini oddiy daftar yoki qog'ozga yozing. Pensionerning daromadi bilan xarajatni solishtiring. Masalan, pensiya 1 million 400 ming so'm, qishdagi majburiy xarajatlar 2 million 200 ming so'm bo'lsa, bu ehtiyojni ko'rsatadigan aniq dalil bo'ladi. Ikkinchi qadam. Hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensionerlikni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, kommunal kvitansiyalar, tibbiy ma'lumotnomalar, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat. Yolg'iz yashash holatini ko'rsatuvchi ma'lumot, uy-joy bilan bog'liq hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar qarzdorlik bo'lsa, uni yashirmang. Aksincha, qarzdorlik nima sababdan paydo bo'lganini tushuntiring. Dori xarajat oshganmi, kasallik bo'lganmi, farzandlar yordam bera olmayaptimi, istish xarajati ko'payganmi? Uchinchi qadam, mahalla fuqarolar yig'iniga boring. U yerda rais, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika inspektori va ijtimoiy xodimlar orqali oilalar holati o'rganiladi. Siz murojaatingizni aniq ayting. Men qish mavsumida kommunal to'lovlar va dori-darmon xarajatlari sabab qiynalyapman. Mening holatimni o'rganib, mavjud davlat va mahalliy yordam dasturlariga kiritishingizni so'rayman. Mana shu jumla oddiy lekin mazmunli. Unda muammo ham bor, talab ham bor, yo'nalish ham bor. 4-qadam. Agar tibbiy xarajat katta bo'lsa, oilaviy poliklinikaga boring. Shifokordan kasallik bo'yicha ma'lumotnoma, doimiy qabul qilinadigan dorilar ro'yxati, imtiyozli dori olish imkoniyati bor yo'qligini so'rang. Ko'p pensionerlar aynan shu joyda pul yo'qotadi. Chunki ular har oy dorixonadan to'liq narxda dori sotib oladi. Lekin ayrim dorilar yoki tibbiy xizmatlar bo'yicha imtiyozli tartib mavjud bo'lishi mumkinligini so'ramaydi. Shifokorga menga arzonroq dori yozing deb emas. Mening toifam bo'yicha imtiyozli dori yoki bepul tibbiy yordam imkoniyati bormi deb murojaat qiling. 5-qadam. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organlaridan ma'lumot oling. Pensiya miqdori to'g'ri hisoblanganmi? Qo'shimcha ustamalar bor yo'qligi. Parvarishga muhtojlik holati, nogironlik bo'yicha to'lovlar. Boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa asoslar tekshirilishi kerak. Ba'zan odam yillar davomida faqat bir turdagi pensiyani olib yuradi, lekin holati o'zgargan bo'ladi. Masalan, sog'lig'i yomonlashgan, nogironlik guruhi belgilangan, yolg'iz qolgan yoki parvarishga ehtiyoj paydo bo'lgan. Holat o'zgarsa, hujjat ham yangilanishi kerak. 6-qadam, javobni nazorat qiling. Murojaat qildingiz, lekin natija bo'lmadi. Bu yerda jim qolmang. Qachon o'rganish bo'ladi? Kim keladi? Qanday ro'yxatga kiritiladi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Javob qancha muddatda beriladi? Bularni so'rang. Agar imkon bo'lsa, arizani yozma shaklida topshiring va ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi belgi yoki raqamni oling. Bu tartib keyinchalik murojaatingiz yo'qolib qolmasligi uchun kerak. Men amaliy misol bilan tushuntiraman. Bir pensioner opak qishda har oy 300 ming so'm gaz, 100 ming so'm elektr, 500 ming so'm dori va 900 ming so'm oziq-ovqatga sarflaydi. Pensiyasi 1 million 500 ming so'm. Demak, har oy kamida 300 ming so'm yetmaydi. Agar u mahalla orqali 700 ming so'mlik martalik yordam olsa, poliklinika orqali 2 oy davomida 400 ming so'mlik dorini imtiyozli olsa, oziq-ovqat to'plami orqali 5 ming so'm bozor xarajatini kamaytirsa, kommunal bo'yicha 300 ming so'm yengillik olsa, jami 1 million 900 ming so'm foyda ko'radi. Agar qo'shimcha ko'mir yoki isitish bo'yicha yordam ham bo'lsa, umumiy tejamkorlik 2 million 500 ming so'mga yetishi mumkin. Yana bir holat, ota 75 yoshda qishloqda yashaydi. Uyi ko'mir bilan isitiladi. Pensiyasi 1 million 300 ming so'm. Qishda ko'mir yetkazib berish va oziq-ovqat xarajatlari birdaniga oshadi. Agar u vaqtida murojaat qilmasa, ko'mirni qimmat paytda oladi, qarzga kiradi, keyin bahorgacha qarzni yopishga qiynaladi. Agar u oldindan mahallaga murojaat qilsa, arzonlashtirilgan yo'qligi yoki moddiy yordam ro'yxatiga kirishi, oziq-ovqat yordami olishi, tibbiy xarajatlarni kamaytirishi mumkin. Bu yerda asosiy foyda faqat pulda emas, qarzga botmaslikda ham. Men yana shuni alohida aytaman, yordam so'rash uyat emas. Pensioner butun umr ishlagan, soliq to'lagan, jamiyatga hissa qo'shgan inson. Qish mavsumida yordam so'rash tilanchilik emas.
bu qonuniy va ijtimoiy himoya tizimidan foydalanishdir. Lekin har bir murojaat aniq, hujjatli va tartibli bo'lishi kerak. Menga yordam bering degan umumiy gapdan ko'ra, mening pensiyam falon so'm, dori hajatim falon so'm, qishda isitish hajatim oshadi. Shu sabab mavjud dasturlarga kiritishingizni so'rayman degan murojaat kuchliroq ishlaydi. Bugun men sizga qish mavsumida pensionerlar uchun eng muhim masalani tushuntirdim. Pulni faqat tejash emas, mavjud davlat va mahalliy yordam imkoniyatlarini bilish kerak. Avval ko'pchilik idorama-idora yurib charchagan bo'lsa, hozir mahalla ijtimoiy xizmatlar, poliklinika va pensiya organlari orqali holatni tekshirdirish imkoniyati bor. Eng muhimi, kutib o'tirmang. Xarajatlarni yozing, hujjatlarni tayyorlang, mahallaga boring, tibbiy imtiyozlarni so'rang, javobni nazorat qiling. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq u kishining qishki xarajatlarini hisoblab ko'ring. Balki siz hozir bilmagan yordam orqali bir mavsumda 500 ming, 1 million yoki 2 million 500 ming so'mgacha real tejamkorlik qilish imkoniyati bordir. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar uchun qaysi yordamlar bor, mahalla qanday ko'mak beryapti? Siz yoki yaqinlaringiz bunday yordamdan foydalanganmisiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Qish kelmasdan oldin bilgan odam yutadi.